Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Hadid Beton bilan yangi O'zbekiston massifiga tashrif buyurdik va Agromir boshchiligida qurilayotgan yangi loyihalar haqida suhbatlashamiz va aynan nima uchun Hadid Betonni tanlashgani haqida so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Salomatmisiz? Nechtaga qurilyapti aka? 26 ta dom. Sizlarda o'zlaringda 26 ta. Agromir firmasi 1 oyga yaqin vaqt mobaynida Hadid Betondan 3000 kubaga yaqin beton oldik. 3000 kub. Bizga Hadid Betonni sifati, laboratoriyasi tez kelishi ma'qul bo'ldi. M30 markada beton olyapmiz. Biz Javohir aka bilan bog'lanyapmiz, koordinator. Bizga ishni tez, sifatli tashkillashtirib Uzluksiz kelyaptimi? Yaxshimi? Uzilib qolmayapti? Yo'q. Hali marka namunalar ham berishdimi? Ko'rdingizmi? Namunalar bor. Namunalar berishdi. Mamnunmisiz aka? Xursandmisiz? Xursandmiz aka. Kamchiliklari? Kamchiligi yo'q. Rahmat aka, joningiz omon bo'lsin, charchamanglar. Tanlov uchun rahmat, e'tibor uchun rahmat. Do'stlar, yangi O'zbekiston massivida hozir Agromir tasarrufida 26 ta ko'p qavatli qurilyapti va Hadid Beton uzluksiz suyuq betonlarni yetkazib berishyapti va sizga ham suyuq betonlarimiz yetarli. Quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hadid Beton, sifat doim foydadan ustun.